dvigatel motordagi eng kam rasxod qiladigan mashina bu Tiggo 2 Pro. Ya'ni 100 kilometrga atiga benzin rasxodi 5 litrni tashkil etadi. Avtomobilimiz salon qismi sifatli koja bilan jihozlangan avtomat korobka bo'ladi va mashinamizda lyuk ham mavjud. E'tibor berasiz. O'rindiqlarda isitadi va mashinamiz bir turbo dvigatel bo'ladi va 103 ta ot kuchiga ega. Oldi dizayni ham juda ham chiroyli, faralari ham dona-dona yonadi. Juda ham chiroyli. Avtomobil narxi 214 million 900 ming so'm. Agar siz naqd to'lovda olaman desangiz 25 million foydasi ham bor. Ya'ni siz o'shanda 289 million 900 ming so'mga xarid qilasiz. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bog'lanib to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Rasrochka ham bor bu mashinaga 4 yilgacha. Rasrochka boshlang'ich to'lovga qarab muddat uzayib boradi. Balonlari yumshoq, bu mashinani ham almashtirish shart emas. Juda ham chiroyli. Ixchamgina crossover minaman deganlar uchun rosa ham mos keladi. Ayollarimiz ham ko'pchilik haydashadi. Sababi ekonomik motor. 5 litr 100 kilometrga rasxod qiladi. Bu shaharning ichida do'stlar, shaharning ichida 5 litr rasxod qiladi. Bagaji ham bor. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, bagaji tor bo'lsa kerak deyishadi. Yo'q, lekin bagaji tor emas. Bagaji 420 litr bagaj sig'imi Tiggo 2 Pro'imizni. Qora rangidan so'raganlarga mana qora rangi nal ichida mavjud. Kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 4 yilgacha bo'lgan rastrochkada yoki 5 yilgacha bo'lgan avtokredit asosida yoki bo'lmasam nasi savdoga ham olib ketsangiz bo'ladi. Okelar, bunaqa taklif hech kim sizga bera olmaydi. Videoga like bosib, avtosalon kelsangiz, mashinani haydab ham ko'raverasiz. Muammo yo'q, bitta pravangiz o'zini olib kelsangiz bo'ldi. Muammo yo'q, bemalol haydab ko'rsangiz bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahar Do'stlik bozori Promzonaning yo'lida. Eng qulay bo'lgan shartlarda faqat men siz uchun chiqazib boraman. Bu videoni 2 Pro mashinasini xarid qilmoqchi bo'lgan yaqiningizga shunday yuborib qo'ying. Zo'r takliflar bilan faqat men chiqarib boraman. Like bosib qo'ying.